pastki qovoq o'zi nimaga osiladi? Sababi nima? Nimaga pastki qovoq rangga kiradi? Ya'ni qorayishi mumkin, sarg'ayishi mumkin, ko'karishi yoki qizarishi mumkin. Bu haqda shu videomda aytib beraman. Videoni albatta oxirigacha ko'ring, chunki oxirida pastki qovoqni yo'qotish uchun massaj ham ko'rsatib beraman. Mening ismim Komila. Mening kanalimda siz o'zingizga yuz massajini bajarishni o'rganasiz va yosharishni tabiiy yo'llar bilan amalga oshirasiz. Demak, qovoqning osilishining sabablarini tushuntirib beraman. Bulardan birinchisi bu turmush tarzimiz, ya'ni stress, yetarsiz uyqu, tuzli ovqatlarni ko'p iste'mol qilish, shirinliklarni ko'p iste'mol qilish va yetarlicha suv ichmaslik. Ikkinchi sabablardan biri bu yoshga bog'liqligi. Ya'ni yoshimiz o'tgan sari terimizning elastikligi kamayadi, ya'ni kollagen ishlab chiqarishi kamayadi. Ko'z atrofidagi mushaklar, to'qimalar bo'shashib qoladi va mana shu terini tagidagi yog' yostiqchalar o'sha mushaklarni bo'shashib qolishi natijasida pastga tushib boshlaydi. Uchinchi sabablardan biri bu sog'liq. Ya'ni sizda biron bir kasalliklar, allergiya, kamqonlik, qalqonsimon bezining kasalliklari, buyrak, jigar, o't yo'llarida kasalliklar bo'lsa, sinusit, ya'ni burun yo'llarining yallig'lanishi kabi kasalliklar bo'lsa, bu ham qovoqni osilishiga olib keladi. Va oxirgisi zararlanishi organizmning, ya'ni chekish, spirtli ichimliklarni iste'mol qilish, kompyuterda ko'p o'tirish natijasida ham qovoq osilish holatlari yuz beradi. Qovoq osilganidan keyin ba'zida rangga bo'yaladi. Ya'ni bu ko'karishi mumkin. Ko'karishning sababi kapillyarlarning teriga judayam yaqin joylashganligi, qon aylanishining buzilishi natijasida ko'karishi mumkin. Qizarishi esa bu allergik holatlarda, ya'ni biror bir narsaga allergiyangiz bo'lsa, virus yoki infeksion kasalliklarda va ko'z charchashi natijasida qovog'ingiz qizarishi mumkin. Sarg'ayishi bu jigar, o't yo'llari kasalliklarida, ovqat hazm qilish sistemasining buzilishi yoki biror bir vitaminlar yetishmasa ham ko'z tagi sarg'ayadi. Va qorayishi uyqusizlik, kamqonlik va hatto genetически ham bo'lishi mumkin. Shu sabablarni o'zingizda ko'rgan bo'lsangiz, albatta shifokorga murojaat qiling va o'sha sabablarni bartaraf qilishga harakat qiling. Shish, ya'ni suv yig'nalib qolish natijasida osilgan qovoqni esa massaj yordamida bartaraf qilsa bo'ladi. Ya'ni agar pastki qovog'ingiz osilgan bo'lsa, mana shu harakatlarni bajaring. Ya'ni xuddi ichida suv bor, siz bu suvni haydayapsiz. Ichkaridan tashqariga harakatlantirasiz. Mana. Yana ikki qo'lingiz bilan ham bajarsangiz bo'ladi. Qattiq bosmaysiz. Endi asta mana bunaqa qilamiz. Bu massajlar faqat qovog'i osilganlar uchun. Va ko'z uchun mashqlar bajaramiz. Chunki ko'z olmachasi harakatga kelishi natijasida ko'z atrofidagi yig'nalib qolgan suvlarni haydashni boshlaysiz. Natijada qovoq ham yo'qolishi mumkin. Ya'ni ko'z uchun mashqlar bu o'ngga chapga qarash mashqi,
tepaga pastga yoki strelka bo'ylab, soat strelkasi bo'ylab, mana sekundomer harakat qildirish. Ko'zimizni yana boshlaymiz, yana bir marta bajaramiz. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu mashqni ham 3-4 marta bajarsangiz bo'ladi. Mana shunaqa qilib tutib olasiz, ya'ni ko'z atrofidagi mushaklarni fiksatsiya qilasiz va ko'zingizni yumishga harakat qilasiz. Endi bu ko'zimiz. Ayniqsa pastki mushakni fiksatsiya qiling. Mening videomga like bosishni unutmang, obuna bo'ling. Har doim go'zal va sog'lom qoling.